Hammaga salom jigarlar, sizlar bilan Karol Pester. Bugungi videomiz eFootball 2027 kirib kelishi. Mana anchadan beri kutgan eFootball 2027 kirib keldi. Hozir qanday yangiliklar kelgan biz ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Videoni boshlashdan oldin videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yish izdan chiqmasin jigarlar. Hop. Ko'ryapmiz, bizga freelar beryapti. Freelar tak selection contract no season. Yaxshi, Afcondan o'tdi. Ogohlantirishlar. Yeverga sovg'alar olib olamiz. O'sha doimiy GP kirib kelgan yangilashdagi doim 10 GP beradi. Yaxshi. Yangilanishdagi freelar. O'yinchilar. Chris James va bir qancha freelar. De Jong ham bor ekan. Yaxshi, eFootball 2027 da normalga freelar ko'payib qoldi. O'tgan yilda ham normal bo'ldi. Shular yaxshi. Hozircha shular. Endi esa keyingilarni ko'rib chiqamiz. Xo'p. Savol olaylik. Declan Rice va boshqa futbolchilar berdi. Mana bunday kirib kelganimizdan keyin bizga doimiy o'sha Messi sovg'a beriladi. Ochamiz hozir. Animatsiya. Showtime qaranglar. Showtime karta. Şey bomba. Zo'r. Like. Shu uchun like bosmasa lekin borki bo'lmaydi. Ochamiz. Ketdikani. Messini ko'ramiz. Messi. Animatsiyani ko'ramiz. Yangi animatsiya. Animatsiya qilmadi. Nega animatsiya qilmadi? Internetdan o'zida animatsiya qilmagan. Bizda animatsiya qilmadi nega? Mayli. Lekin anaga nima edi? Showtime ko'rinishiga gap yo'q. Mana bu buni ko'rgandim kecha. Buning ichidan короче 5 ta o'zimizga kerakli kontrakt beriladi. Talab olamiz. Qaysi talab olsam? Rafinha bo'yni. Rafinha olaylik. Bularda o'zgarish yo'q, boshqa ochilishlarda Afcon o'sha doimiy Aziyani Omar Marmush olamiz. Bu yerdan ko'ryapmiz yangilanish. Shular hozir mana bu o'yinchilar kelgan Sadio Mane. Yaxshi. Vinicius Junior. Remaining funk. Attack outlet. Hujumda attack outlet. Yo'q, nima himoyada. Attack outlet. Yaxshi, Watkins, Oyarzabal va boshqa futbolchilar bor. Bularda yangilash yo'q. Pak. Bo'lar. Unchalik zo'r emas murabbiy bo'ladiki. Ana Messi. Yaxshi, Messi qiziq qaysi special skill degan ekan.
Flying forward hujumda, attack outlet himoyada. Shunday regular offense creative ustirilgan. Long run shooting shoot. Long run shooting bo'lsa kerak. Aytgancha haligi Messining lekin skillini ko'rmadim. Thibaut Courtois, Granit Xhaka, Nicolo Kante, Budimir, Gomez, Jordan Anderson, Martin Deron, Tyler Fico, James Rodriguez, Vladimir degan futbolchilar va Torni Tokindan 22 ta bergan va Lionel Messining uchun forma. Mana bu edition profil uchun. Mana bu ham yaxshi. Stadionga qo'yib qo'yishaylik. Stadionga qo'yiladi. Yaxshi. Lamine ko'rsatamiz. Lamine Prof Junior hujumda. Frontline poacher. Statlar bo'ladi, stat yaxshi. Olish tavsiya qilaman. Regular texnika. Acceleration burst bilan long-range skorlar. Shu skilllarda Nico Paz bor ekan, Alexander Pavlovich, Vertonghen, Niderlandiyaniki, Lucas, Malo Gusto, O'Reilly bor ekan, Esposito, Viega, Vaskovich. Bu ham xuddi mana forma profil uchun yana xuddi shunday. Yaxshi. Paklarda normallik ketdi. Messi va Yamalni bitta hozir ko'rimiz yo'q. Asosiy akkauntimga kirib ochib bitta video qila olaman. O'yinni bu yoqda o'zgarishlar yo'q. Standard player aytganda o'shani video qilaman alohida. Hozir ko'ramiz qo'shiladi. Gameplay uchun nima o'zgaribdi gameplayda? Builda o'zgarish bo'lmadi. Unchalik o'zgarish yo'q deyapman. Shopga Luis Suarez qo'shildi. Luis Suarez 99 Normalde bo'ladi string. Blitzscorler. Blitzscorler skillda. Yaxshi Blitzscorler skillda ketdi, yaxshi bo'ladi. 50 coin qo'shilib beriladi. Buni $0.99. Qancha bo'ladi? 10 ming, 12 ming shunday bo'ladi. Lekin arziydi 105 ga yaqin.
1-4 bo'ladi menimcha. 5 bo'lsa kerak, 1-4 bo'ladi. Ba'zi treninglarda boshqa bir yerda o'zgarish yo'q. Shopda ko'rdik. Daily game. Jigarlar, daily game'da hozir yangilanishlarni ko'ramiz. Bunda zo'r yangilanishlar kelgan. Tak, bizga o'rgatyapti. Tap at the right time. How to play. Bunda ko'ramiz hozir. Men buni o'ynashni bilaman. Videoda ko'rgandim. Короче, bosish kerak. Mana bu aylanishga to'g'ri kelgan paytda bosish kerak. Buni bittadan o'tdi. Ikkita oxirdan kelib patta tashlayotgan paytda bunday o'tadi. Buni yoqib buni o'tib Ashuni ko'pchina o'ynaydi, men gol bo'lyapti. Haligi yangi kelgan Messi bilan o'ynayapti. Yo'q, shart emas, bizga gol bo'ldi yetadi. O'xshamay qolsa, shunday bo'ladi. Hozir ko'ramiz, qanday sovg'alar ketdi. Bu oltita. Aubameyang. Aubameyang Barselonada o'ynagan o'sha 2021-22 yil Barselona gambolli futbolchi. Goal poacher hujumda front line pressure. Himoyada shunday o'ynaydi, statuslari normalniy bo'ladi, yaxshi status. Speedlar yaxshi. Asqasroyga. Off the ball. Low screamer bilan phenomenal finishing ekan special skilllari. Yana aytgancha daily game'ga bizga avval bilsangiz Akanji va boshqa futbolchilar bor. Endi bizga nima deb o'ylaysiz? Siz o'ylaganmidingiz shu daily game'ga Eto qo'shiladi deb? Eto ko'ramiz, Etoni. Eto Samuel Eto. O'sha 2010-2011 yil Milan goal poacher. Bu ham front line pressure ekan. Himoyada statuslari yaxshi. Yaxshi speed, yaxshi buni speed. Hujumchi uchun zo'r goal poacher bu. Buniki ham special skill acceleration burst bilan attacking surge ekan keyin. Shunday. Adrian Rabiot showtime. Box to box hujumda ham, himoyada ham xuddi shunday. Bo'ladi. Box to box uchun juda ham zo'r statistikada bu ham. Bunda weight pass degan faqat bo'ldi. Dekanda. Bitta Jordan Pickford, Lautaro Martinez va Andrew Robertson va boshqa o'yinchilar bor. Bizdan daily game'dan olamiz. Bilsangiz, agar bizga doimiy Raul berilardi. O'sha ham o'zgaribdi mana. O'shani pakiga hozir Rui Costa. 95-96 yil. Great playmaker, past disruptor. Himoyada past disruptor ekan. Yaxshi bo'ladi. Yo'llar passing. Buni skilli weighted pass bilan edge crossing. Qanotga qanday qanotga qo'yib o'sha o'ynasa bo'ladi demak. Yana Joe Neves, Manu Kone va
Frank Haknemi, keyin Trossard bor ekan. Shunaqa futbolchilar bor. Shu bo'lsa-da bo'ladi. Ikki o'yinda boshqa sovg'alar bor bu yerda. Mana shuni o'zida ham, mana Lukasda ham. O'yin yoshlarga bir marta imkoniyat bor va Aubameyang beriladi shundan. Biz 5 kunlarda olsak bo'ladi. Bir haftada bemalol olsak bo'ladi. Yig'ib. Hop. Bitta gameplay. Custom tournament. Chigala endi biz o'zimiz ham turnament qilsak bo'ladi. Mana bu yerda ko'rsangiz join tournament. Istoriyalari bor, yaratib olib, sheriklar qo'shib, o'yinchilar qo'shib o'ynasangiz bo'ladi. Yaxshi. Yana bir yangilik. eFootballda birinchi marta eFootball ligada divizion 1 millionga chiqqanlar uchun James Maddison. Ana bo'lsa bulardi. James Maddison ikkita skill bilan kelgan. Mana. Bittasi Blitzkrieg phenomenal pass. Deganlar zo'r skilllarda kelgan. O'ynasanglar, yutursanglar bo'ladi. Mana bu yerda eventlarda so'rxonalar bor. 50 coin o'ynab yutursanglar bo'ladi. Hop, bo'lmasam sizlarga bo'lmasa videomiz tugadi. Videoga like bosib obuna bo'ling. Endigi keyingi video chiqishi uchun sizlarga qo'ldan kelgancha harakat qilaman. Keyingi video o'sha Lamine Yamal va Messini birini ochamizda shuni obzorcha qilib qo'yamiz. Videoga like bosib obuna qo'yish esdan chiqmasin jiyalar. Sog' bo'linglar.